电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》。接下来我们在舞台上进行的是我们的第3阶段考核。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçı ustozlar, shunaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish sharikati birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya to'r universal san'at programmasi 6-qarar Oltin Göher Ipak Guli sadosi programmasining 3-bosqichi imtihon. Men sizlarning ko'ni riyosatchi do'stinglar Nijat Valiyapov. Qadrli ko'rman do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, yana avvalgi reklam. Bizning 3-bosqichimiz, ya'ni imtihon bosqichimizda hurmat taxtidan o'rin olgan suyumli mehmonlarimizni sizlarga tunishtirib o'tishni to'g'ri topdim. Oldi bilan ehtirom ilikida do'stlarga tunishtirganimiz davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi, Ipak Yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abdurim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor, ataqlıq naqshchi, Xinjiang moda musiqa jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi, mutaxassis Ablat Abdikim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi, shunaqla ijodiyatchi Tash Muhammad Botir muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar Ipak Yo'li sadosi programmasining chempioni Komil Jilil muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Ataqlıq naqshchi kuy elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun, qarshi olamiz, xush keldingiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, 3-bosqichimizning imtihon qoidasini sizlarga qayta bir tushuntirib o'tishni to'g'ri topdik. Bizning bu qarorliq Ipak Yo'li sadosi programmamizning 3-bosqichida yetakchi ustozlarimiz o'z gruppasidagi mayirlarning yana shu gruppadagi qaysi mayir bilan musobaqaga tushadiganligi haqidagi ismlikni rejissyorlar gruppasiga topshirib oldi. Navbatda mayirlarimiz chek tortish usuli orqali o'zining rad tartibini belgilaydi. Shundaqla 3 rad bo'yicha mana shu sahnada ustozlarimiz oldida imtihon berdi. Mayirlarning imtihon natijasini belgilashga 7 nafar baholag'uchimizni alohida sahnamizga taklif etib oldik. Albatta, baholag'uchilarimiz taxta o'rish shakli orqali mayirlarimizning oxirgi natijasini belgilaydi. Nomer taxtasi ko'proq bo'lgan mayirlarimiz bizning keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ydi. Barliq mayirlarimizga omad tilaymiz. Ehtirom ilikida tavadna bizniki baholag'uchilarimiz bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan tanishtirganimiz davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi, Ipak Yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abdurim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik Partikom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Xinjiang Xua muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Dangliq kompozitor, san'at tadqiqotchisi Yasin Muxbil muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik rejissyor, dangliq shoir Muxtar Bug'ra muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining naqshi o'qituvchisi, lektor, Ipak Yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Ayshugul Muhammad xonim, qarshi olamiz, xush keldingiz. Xinjiang san'at sho'yanining o'qituvchisi, yosh naqshchi, musiqa ijodiyatchisi Abduali Sattar muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at yurti naqshi usul o'mikining yosh naqshchisi, 3-qarar Ipak Yo'li sadosi programmasining chempioni Zulfiqar Muhammad muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. 6-qarar Oltin Göher Ipak Yo'li sadosi programmasining 3-bosqichi imtihon hozir rasmiy boshlandi. Bir yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib, guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Göher guruhi mayirlarga omad tilaydi.
蓝蓝的天空，清清的湖水哟，绿绿的草原，这是我的家，哎。奔驰的骏啊，洁白的羊群哦，还有你姑娘，这是我的家，哎嘿。我爱你，我的家，我的家，我的天堂。我爱你，我的家，我的家，我的天堂。蓝蓝的天空，清清的湖水哟，绿绿的草原，这是我的家，哎嘿。我爱你，我的家，我的家，我的天堂。我爱你，我的家，我的家，我的天堂。A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, ketqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemakli chek sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Aka, qarag'ana sana nima keldim. Nima bu? Altın güher erler terasına yurishdik. Ya'ni buning ichidagi ma bu altın güher erler saqal tozalashmazlik be. Ha, mening o'g'illarim ishlatayotgan buni.
Burada bir altın güherni bir çakallı suyuqluq barken bek yaxşıken dep tapamay ketip qolgan. Bugün Altın Göğen'in joymay degansiga o'zimga bir yurus setib olib olgan. Qarsam sizlar erlar qarta ishlangan, erlar terasrash yurishdiki bor ekan. Bo'lab mushuni tejan qildi. Ya'ni buni qo'shimlikka saqal tozalashdan sirt, odatda shmenayni o'rnida ishlatkili bo'ldi ekan. Tazını açık. Sübət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayıl həm mayıl qılğan altın göhər və ay göhər teri asıraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzəllik quruluşunda büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Groyi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanlarga və inaq ailələrə sığıb kirgan, tetutqu sahasında sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəssüdə yemək-içmək sahasındakı başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Pay Çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alayidligiga ega Şinjan imzar kiyimləri alayda qo'lladı. Təntarbiya bilan san'atni birga elib yonayotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi Çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikli sevgiç hanım kızlarının aldın tanlışı bulup gelivatkan sübət və pason cəhətdə hanım kızlarının alqışıga, şundaqla birdək etiraf qilishigə erişib gelivatkan 18 yıllık tarixə ega Dilkar kiyimləri proqramımız bilan alayda həmkarlaşdı. Sen bir yaxşı bir tilek Kalbiminin sana yar yülek Mihir bilen jugurulgan köngülüm Kütürüldü asmanu pelek Mihir bilen jugurulgan köngülüm Kütürüldü asmanu pelek Addi idi mendiki Başka insan hemdikin Kümül addi idi mendiki Başka insan hemdikin Tenhalıkka küngen kümülni İzdep bağın zadın evdikin Tenhalıkka küngen kümülni İstep bağın zadın evdikin Ötmüşemdi kayıtlanmaydı Köygen otla üsyanmaydı Ötmüşemdi kayıtlanmaydı Kütken külle kes gelmeydi Kütken külle kes gelmeydi Muhabbetke aşk bu künlüm Yaş kiye parçalanmaydı Muhabbetke aşk bu künlüm Yaş kiye parçalanmaydı
yaxshilikqa berdi javob yomon bo'lsang qo'ydi savab yomonlikda o'tmasin umrim başqalarning ishkida marab yomonlikda o'tmasin umrim başqalarning ishkida qavab başqalarning ishkida qavab Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Madaniyat bilan odam tarbiyalaganda qalblarni mujassamligili bo'ladi. San'at bilan qalblarni tutashtirganda dunyo bilan texmo oson aloqa qilg'ili bo'ldi. San'at va madaniyat julalanayotgan Ipak yo'li sadosi programmamizning bu bosqichida biz mahirlarimizning imtihonini ko'rgan bo'ldik. Undaqda 2 nafar mahirimiz bu maydon imtihoni qandoq berdi? Yetakchi ustozlarimiz, baholovchilarimiz balkim o'z ko'nglida numurlarni qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yana avvalgideklam baholovchi ustozlarimizni taxtga ko'tarish orqali mahirlarimizga o'zining qoyilligini bildirishga taklif etamiz. Albatta mening sol tarafimda turayotgan mahirimiz Abdusalom apandim ko'k taxtiga vakillik qiladi. O'ng tarafimdagi mahirimiz Baxtiyor bo'lsa, qizil taxtiga vakillik qiladi. Do'stlarimiz qo'lidagi taxtini ko'tarish orqali mahirlarimizga bilet tashlasa bo'ladi. Qanondaqda 3 2 1 Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Payçək şirkəti mahirlarga omad tilaydi. Göher armanlarını rastalla qol bilan tutqili, ko'z bilan ko'ngil bo'ladigan Göherga aylantirdi. Bu Shanxay Göher guruhining bosh moderi Göher xonimga berilgan oddiy, lekin chin baho. Bu top-to'g'ri 21 yil tirishish orqali G'ulji nohiya bozoridagi asldagi 80 kvadrat metrlik Talla bozoridan taraqqiy qilib, bugungi Şinjan Oltin Göher xalqaro savdo cheklik shirkati, Şinjan Oltin Göher biopantexnik taraqqiyot cheklik shirkati, Xaynan Göherga xalqaro biopantexnik cheklik shirkati qatorliqlardan tashkil topgan 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi, 200 dan ortiq amaliy do'koni bo'lgan Göher guruhini barliqqa keltirdi. Mana bular Göher guruhining davlatimizning grim buyumlari ishlab chiqarishidagi boshlamchi korxona Shenzhen Lanting guruhi bilan birlashib, Şinjanning jug'rofiylik sharoiti, iste'mol odatiga qarata ilmiy tadqiqot berib, bu rayon kishilarining teri aloyiligiga qarata maxsus dengiz jonliqlarini xom ashyo qilib ishlagan, kamni to'liqlash, ortiqni tamponlashtirish roliga ega Oltin Göher teri asrash yurishliklari. Göher guruhining Shanxay Chuanli guruhi bilan hamkorlashib, butunlay avtomatik, odamsiz muhitda maxsus o'simlik javhari bilan odamga xom ashyo qilgan alohida teri yashartish iqtidoriga ega Oy Göher teri asrash yurishliklarini ishlab chiqarib, 200 xildan ortiq mahsuloti bilan rayonimizning go'zallik qurilishiga to'kib qo'shib, yeshil mahsulot nomi bilan davlatimiz grim buyumlari sohasida ta'sir kuchi zo'r marka, eng dangliq marka, saxovatchi korxona, 3A darajalik ishonchlik korxona degan sharaflarga erishib, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli bo'lishda korxona ro'yini namoyon qildi. Shirkat sirtqi qarta setishni teziltishdan avval ichki jihatda tarbiyalashni kuchaytirib, sistemlashgan muntizam qo'shinni barliqqa keltirdi. Qarallik holda cho'lponlar hamkorlik faoliyatini o'rinlashtirib, xalq yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan mahsulot nom kartasini birlashtirdi. Yo'l mangansir ravon bo'ladi degandek, Göher guruhi yaqinda yuqori texnikalik tajriba tadqiqoti asosida Göher markasidagi hormondan xoli boniausan tarkibli kollagenlik oqsil peptid ichimi va Göher koenzim Q10 yumshoq kapsula qatorliq sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, bu sohada yangicha taraqqiyot bosqichiga kirdi. Göher liderining jafosiga davr ritmi Shanxay energiyasi birlashib ketgan. Dunyoda faqatla mag'rur yagona birli Shanxay bor. Shanxayda yo'ruq yulduzdek chaqnab turgan Şinjanlik Göher bor. Shanxay Göher guruhi. Aku, o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti sharshayga. Taomlari o'xshab ketdi hamma
ketdi shashaga, taomlari o'xshab ketdi ham yada. Çoğ ustamның çoğlığı бар. Çoğ ustam tayyor tamoq va tetikqo'lari. Немишқи mojito davirsa? Hərdən bax Jam içimlik şirkətinin yaşdağı bolğan ən yeni sovğusu Jam Mojito içimligi. Mojito göңülгө yaqıdı, Mojito yürekке barıdı. Mojito ismini aldı. Yaşlıq və şaşlıqның təmi Jam Mojito içimligi. Jam Mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyamiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan Tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang Tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda Tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek, latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Abdusalom efendimga bir ko'k taxt ko'tarildi. Baxtiyor efendimga old qizil taxt ko'tarildi. Baxtiyor efendimni qizg'on qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Keyingi bosqichga tayyorlik qilg'ash turing. Omad yor bo'lsin. Abdusalom efendim oldingi bosqichlar amaliyotda o'zining naqsini mustahinde aytib olganligining o'zi ustozlar bilan ko'risharganligining o'zini baxt deb aytgan edi bizga. Qadimi davomlashib imtihon bosqichiga kelganligining o'zi texmi zo'r, qutuq natija hisoblanishi mumkin. Hozirgi hissiyotingizdan anglashdan ilgari oldi bilan sizning yetakchi ustozingiz, hatto o'rnidan o'rtirib sizga olqish yangratgan yetakchingiz Kamil Jilil efendimning sizga bo'lgan bahosini anglab boqaylik. Rahmat. Mashqli savoqdishimizga, shundaqla bizning guruhdagi, har qaysi guruhdagi barliq savoqdoshlarga baribir bu chiqish bo'lib turdi, lekin oldin qatim deyilgandek bu hozir chiqib ketganlik, bu sendan menga chiqib ketganlik emas. Abdusalom nihoyat yaxshi urilib bordi. Ustozligim rahmat aytamiz. Bizning qalbimiz mangu bir, yana bundan to'xtab qolmaydi. Bu sahna yana bizga bor. İşlerin texim yaxshi bo'lsin. Rahmat, rahmat. Rahmat. Xursand bo'ldik tuvandagi ustozlardan. Yasin efendim. Abdusalom nihoyat yaxshi o'qidi. Haqiqatan Abdusalomninki ovozi tuvan ovozi bilan yuqori ovozining munosabati nihoyat yaxshi. Kontrol qilishi, ovozni kontrol qilishi, naqshidagi puroq uslublarni dal joyida o'rinlashi nihoyat yaxshi. Baxtiyor bilan Abdusalomning naqsh etish uslubi o'xshamaydi. İkisi ikki xil uslubdagi naqshini aytdi. Kishilarning xuddi go'zallik qarashi o'xshamagandek, naqshidagi uslublarga bo'lgan qarashimi o'xshamaydi albatta. Shundoq. Musobaqada yoki undaq yoki mundaq qarashlarning bo'lishi normal ahvol. Men Abdusalomning buningdan keyingi naqshchilik hayotida texmi tirishib izlanishini, mushu Uyg'ur xalq naqshlarining uslubida ishlangan ijodiy naqshlarni mundaq aytgan chaqda milliy uslubdagi ommabop naqshlarni texmi voyaga yetkazib o'rinlashini umid qilaman. Rahmat sizga.
Xo'sh, Abdusalom, chiroyli so'zlarni anglagandan keyin xush bo'ldik balkim. Xush bo'ldim. Salom hurmatli aziz mehmonlar, pardaqsidagi barliq jabakash operatorlar, sahna oldidagi barliq ustozlar, jabotatlar, hammanglarga men Abdusalomdan mehrlik salomlar bo'lsin. Hammanglarning kuni salomat bo'lsin, san'at hayotinglar uchiq bo'lsin, oilanglar xotirjam bo'lsin. Yana shundaqla davomliq shu ekranda meni ko'rib turayotgan barliq yaqin do'st birodarlarimga, oila a'zolaringlarga, xizmatdoshlarimga, yana shu jumladan mening opam, dadamga, qarindoshlarimga mush sahna orqali chin yuragimdan rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Endi bu musobaqa deganda turish bo'lib turdi. Bu endi bu baribir bo'ldigan ish. Yana shundaqdimi bu Komil Jilil bizga shu 10 kun jarayonida azolmagan tarbiya, azolmagan bilimlarni 13 bolaga nihoyat atrofliq hammamizga bir ko'z qarashda yaxshi bilimlarni berdi, yaxshi yo'llarni ko'rsatdi. G'o'jimat Qurbon, Murodil inim bular ham ko'p jabot tatdi. Sizlarning ishinglar yaxshi bo'lsin, teninglar salomat bo'lsin, oilanglar xotirjam bo'lsin. Shu bizning guruhdagi xosimiz chiqsak bir shu guruhga vakolatan shu savoqdoshlarimga mangu omadlarni yarolishini tilayman. Rahmat. Tan tarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Peyze aka. Yomon peyze. Aka. Ben yakını bir ilan çıkantan sen. Çoğun ustam ne demsen? Ya nimeti? Çoğun ustam şu. Ya nimeti? Bunu mu etpirim bilgine? Çoğun ustamның namı yetti şeşege. Taamları okşap ketti hem yerde. Bu şeyler şu. Yigin var mı çoğun ustamның taamlarını? Ben içip gitti. Ben şimdi mimar tutturayım. 好的，电视前的观众朋友们，接下来一起来欣赏优秀的青年歌手高昂老师给我们带来的一首歌。Ekran oldidagi aziz ko'rmanlarni va minutlarda aram paytlaringlarga alqishliq naqshlarımızdan Gavang muallimning bizga kelib kelgan yiqimliq naqsini sizlarga hadiya qilmoqchimiz. Yoqtirgaysizlar.还在等待，我不知道为何人这样痴情，明知辉煌过后是暗淡，仍期待着把一切从头来。 还在等待，我不知道为何人这样痴情，明知辉煌
待，仍期待着把一切从头来。爱过，我们既然曾经拥有，我的爱就不想停顿。每个梦里都有你的梦，共同期待一个永恒的春天。春天。Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga, shundoqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Oy adaş bu yerda o'tirib ketibsan qo'y, tura, bilib bir tomoq yeb kelayli. Hoy adaş, nimasini deysa, bugun tunca oylik maoshimni olgandim degina, opamga bir sovg'at elib qo'sh qilib o'tay deb, nima bo'lishini faqat bilmadim. Voy shuni qamishda o'tirib. Adaş oltin go'har dengiz odamga ter çalışma maslahatlarini olib bera. Ununbek yaxshi kema oldin qaytib opamga olib bergandim, terini changaytib qo'rqitishni oldini oldik-a. Ha, hozirgi girim buyumlari bek chiqlab ketdi, ras uyim bormi-ki, adaş? Bekam yaxshi ki, opam bek yaxshi ko'rib ishlatadi. Ha, undaq bo'lsa jura, bilib berib elishbagina adaş. Jura oltin go'har maqsad ishlatib boraylik. Birinci derecalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har guruhi Go'har sog'lomlik mahsulotlari 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Chong Ustam yemeklik chekli şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembag yemek-içmek pay chekli şirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Undan başqa 5. derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chekli şirkati 10 ming yuan qiymatidagi katta buyum bilan taqdirlaydi. 6. derecalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarga yaxshi natijalarning yor bo'lishini chempionimizdan umid qilamiz. G'ayrat qilgaysizlar. Eller seni yaman deysimu, yaman digim kelmeydu mine. Eller seni yaman deysimu, yaman digim kelmeydu mine. Bir tal alma tapsam mı şuna, sensiz yigim kelmeydu mine. Bir tal alma tapsam boşuna, sensiz yigim kelmeydu mine. Elle sendin sezgen ivenle, kürünmeydu minin küzümge. Elle sendin sezgen ivenle, kürünmeydu minin küzümge. Bunun üsü muhabbet ise, hem heyran kaldı sözümge. Bunun üsü muhabbet ise, hem heyran kaldı sözümge.
kim ko'ngli söygen çiraylı Çiraylıkla çiraylık emas Her kim ko'ngli söygen çiraylı Mening üçün Gülistan şuna Sen kürüngen cangal kuraylı Mening üçün Gülistan şuna Sen kürüngen cangal kuraylı Mening üçün Gülistan şuna Sen kürüngen cangal kuraylı Sen kürüngen cangal kuraylı Sen kürüngen cangal kuraylı Yigirma bir yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi. Qanday ahvoling aka, yaxshimi? Ha, yaxshi ekanman. Voy, to'g'randa. Voy. Nima aka? Bu og'zini cho'tding buniki. Bu biratal yeni ichib qo'yganing bo'pti. bo'pti. Topqandim men. Ma degan ma Ardambaq shirkati ishlab chiqargan ko'kchi quvvat suyi ichimligi bor. Nereden aldın bunu? Voy, 4 kun cho'gilab aran topqandim men buni akla. Ha, sen pul so'rasang mayli, bu ichimlikni talashmag'ina menda. O'zing tep qilg'ina. 电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由新疆特莱克投资管理有限公司、新疆艾米乐文化传媒有限公司、新疆博格拉商贸有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》第3阶段考核。我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bog'liqchi ustozlar, shundoqla yetakchi ustozlar, aziz tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish cheklik shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat taqiti cheklik shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklik shirkati birlikda ishlagan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadosining 3-bosqichi imtihon. Men sizlarning riyosatchi do'stinglar Nijat Vali Yaqub. Diqqatinglar yana davomli sahnamizda bo'lsin. Kidur dünyaya insan iktel mesiş kaçan bir kidur dünyaya insan iktel mesiş kaçan bu hayat alem çıkılmaz bu hayat teklik aman gün öter aylar öter yıllar öter tez qoğuluşup deryası akını tek coş urur
deryası akını tek coşur aşık ken her günü hiç gelmeyey kayta yine hiç gelmeyey kayta yine gerdeme bir bahar güher bile ötsün hayat attığın ömrün elgeye menlik ötsün hayat A'la sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aka, bu qitimqi bosqichga sizning kumush kelgan kostyumlarni kiyadigan deb qaysi markadan kiysam bo'ladi? Voy, nim dergi deyman, endi voy xotirjam bo'linglar, o'zim obrazga qilib olgan emzor kiyimlar bizning hammalarga bor. Ha, ham qilmam o'shildim. Bo'ldi aka. Sifat va unum jihatda hammalarni qoyil ham mayil qilgan oltin go'har va oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida büzüş xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi programmamizning tojdorligini oldi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik chekish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek paychak shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidaligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tarbiya bilan san'atni birga elib yotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chekish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi.
Rayonumuzda güzellikli sevgichi hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan süpat ve pason jihatda hanım kızlarının alqışıga, shundaqla birdek e'tirof qilishiga erishib kelayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, bag'lovchi ustozlar, shundaqla yetakchi ustozlar, yuqoridagi imtihon bosqichimizda Raziya Erkin bilan Umid Tursunning bizga elib kelgan chiroyli naqshlarini, ya'ni bizga bergan imtihonini ko'rgan bo'ldik. Shundaqda biz yana o'xshashlam taxt ko'tarish orqali bu mayirlarga o'zimizning pozitsiyamizni bildirsak bo'ladi. Ko'k taxt ko'tarish orqali Raziyani tanlagan ustozlarimiz o'zining tanlashini bildirsa bo'ldi. Qizil taxt orqali Umid Tursunga qoyilligimizni bildirsak bo'ldi. Shundaqda ta'tir sanoq boshlandi. 3 2 1 Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning oldini aladi. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini aladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yashtirishi amaliyotda kollagenlik aksıl bilan munosabatlik. Göher Bonyalsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishqa egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyalsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sahasındaki başlamış karxana Şinjan Erdembağ yemek-içmek payçek şirketi mayırlarga omad tilaydi. Dostumuz Raziya Erkinga 1 2 3 4 5 6 kök taxt ko'tarilibdi, muborak bo'lsin. Umid Tursunga bir qizil taxt ko'tarilibdi. Albatta, yana sizni tabriklashga arziydi deb o'yladim. Qani undaqda Raziya, yana davomli keyingi bosqichga tayyorlik qiling, muborak bo'lsin. Umid, oldingi bosqichlarda ifodasimi intayin yaxshi bo'lgan. Bugun ustozlarning taxt ko'tarish ko'tarmasligida balki bularning belgilik sabab asoslari bo'lishi mumkin. Qani undaqda sizga uzun mezgil yetakchi bo'lgan bizning faxrlik ustozimiz Kush jamiyatining yo'lboshchisi Tosh Muhammad Batur apandimning so'ziga quloq solaylik. Oldi bilan Umid bilan Raziyaniki zo'r tirishchanlik bilan bugungi mush asarni yaxshi tamomlaganligiga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman shaxsan men. Chunki bu Umid yomon tirishchan bola. İştik ügetken narsani nayt tez qabul qiladigan, uning ustiga o'zining yeshimi kichik. Endi bugun ustozlarniki to'g'ri bahasi, chunki ustozlar har tarafdan qarab chiqib bizningki keyingi bosqichlarimizni o'ylagan, umuman guruhimizning yaxshi natijasini o'ylagan asosda baho berdi. Shuning bugungi natija Umidga ko'nglikdek bo'lmagan bilan men shu Umidningki izchil tirishchanligiga, uning ustiga Umid naiti o'zi esil bir bola. Shuningga mush taraflarini ko'rsatib, men bugun Umid masakindan qolgan bo'lsa-mu, ammo davomliq men yetaklab o'z yinimda epshirdigan mushtaq bir yaxshi inim qilma degan va'dani mush Umidga berma. Bu sakindan qolganlik Umiddan bizning butunlay mush san'atdagi bahoyimizdan bilgan chiqqanlik emas. Chunki yosh kichik, davomliq tirishimiz, buningdan zo'r natijalar oldimizda bor tirishsaqlar. Shuningga Umid ukamning bugungi natijaga qarab qolmay, davomliq mumkin fursat imkon bo'lsa, men yanada bor, yana davomliq keyingi qadamlar bilan yaxshi natijalarni kutib olishiga men ishonaman, umid qilaman. Amaliyotda Shipakili Sadas programmasida imtihon bosqichigacha keladigan mayirlarni xeyli yomon emas, kuchli mayirlar deb bo'ladimi? Albatta, mana necha kundan yoq programma suratga ilish jarayonida sizlarni ko'rdinglar, nejat mahirlar bir-biridan zo'r
bek zo'r farqi yo'qchu bunaqa mayirlarniki farqida. Bek alayda farq yo'q. Shundoq. Farqlanib azroq hammasi iqtidorlik. Azroq yoki savallik yoki undaq sabab bilan sakni bo'lganligi uchun. Chunki saknining bularga biz miyat o'tgan bilan o'sha o'quvchilar olib kelgan sura hayvisi boshqacha bo'ladi. Shu sababdan bolalar o'zining iqtidorini to'liq namoyanda qilolmasligi mumkin. Shuningga nurg'un bolalar saknidan qap qilish, tanlanish shu natija yuz beryapti. Albatta musobaqa deganda biz davomli da'vatimiz musobaqa ishkin do'stlik birinchi deb. Albatta umidmi buni to'g'ri qabul qilib keta oladi. Ham mushu bugungi mushu sakindagi mushu ishbats orqali mushu o'zining izchilligini saqlab qolsa, men umidga ishonaman. Zo'r natijasi bor ishlarda umid bilan men ko'rsha oladiganimga ishonchim bor. Elimiz umidlarni ismimizga layık umidvor yigitlardan bo'lishini umid qilamiz. Abdulla muallim, baş ustozlar qatorida shundoq suyimli inlarimizga berdigan rag'batlaringiz bormidi? Albatta rag'batlarimiz bor. Yolg'iz mushu umidkila emas, mushu har qaysi guruhlardan bugun vaqtincha sahnadan ayrilayotgan bolalarning hammasiga biz intayin bak istashlik qilamiz. Bu şu ma'lumlarning hammamiz davatgan gap o'xshash yodlab olgandek bu tugaganlik emas. Buning bilan aqlli ko'klaydigan hammamizning gap o'xshash mazmunda. Qanday qilamiz endi biz hozir cho'qim bularga amal yo'q. Shunday musobaqa xarakterini olgan yo'shi bo'lgandan cho'qim biringlar tutib tursizlar. Men sirtdimi bolalarga dedim. Mushu musobaqaga qatnashayotgan barliq pingveylar nima desa shu bo'yicha bo'lsin. Herkes ko'ngillarni buninglik bilan yerim qilib ketmanglar. Agar o'quvchi ustozini davomli izlab turdi ekan, u foydali. Gap mana sahnadagi ishda emas. Shu izchil izdashni qo'ldan bermasanglar, balki chempionlardanmi balduroq bosh ko'tarib ketishinglar mumkin. Hammalar deydigan gap shu. Men sahnada ajoyib bir o'zingni qap qolgan bo'ldi hammasiga raskabni qilgan azroq egizpastlik bo'lgandek tuyulish aniqchu. Ashta, men yaxshi aytgandim-ku deydi bu bolalarimiz yomon bola bo'lganda ekan. Hargiz unda o'ylab qolmanglar. Sizlar yaxshi, ras yaxshi. Yaxshiliklarni, texmi ilg'orliklarni biz mushu ustozlar bilan mengish jarayonida ko'rishimiz kerak. Gap ashada. Shuning uchun umid, senmi umidsizlanmay, davomli tirishishingni umid qilamiz. Mayli qaysi ma'lumotlarga ehtiyojing tushsa, har holda biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Rahmat. Muallim o'tirib olsak bo'ldi, rahmat deb aytdingiz. Endi mening eng oxirida yana deydiganim bo'lsa, yana yaqin yiroqdan qo'llab kelayotgan, yana barliq urug' tuqqanlarga, yana kelib, onam bilan dadamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mening mushu bosqichga kelishimga turtki bo'lgan, ya'ni o'zimning ustozi Toshmamat ustozga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Davomli sahna artisi bo'lsin yoki sahnada turgan barcha ustozlar, hammanglar jafo chekdinglar. Hammanglarning ketini salomat umr o'zing ko'rishinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Umid paytlarida ko'rishaylik. che viene a dicere sto parla che a me
yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Ukam yomon zerikib ketdiman. Naqshinimi meshq qilib bo'ldi. Nima ish qilsa qo'la? Sizdan aksiz cho'ng o'g'an ekan. O'tganda bir bilyard klubini gapini qilganding. Nima edi ismi? Tushjamat bilyard klubi. Bu tushjamat bilyard klubiniki muhit qanday? Muhit intayin yaxshi aka, ham ichim shuncha ozoda. Mulozimatim intayin a'la. Unda o'z berib bir 2 soat qilimizni armaldirib kelmaydimi? Shuraqam davsa. Birinci derecek mükafatga erişken mayirni Şanghay Göher Guruhi Göher sağlamlık mahsulotları 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecek mükafatga erişken mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecek mükafatga erişken mayirni Xinjiang Herdembag yemek-içmek payçek şirkati cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derece mükafatga erişken mayirni Xinjiang imzor kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Undan başqa 5. derecelik mükafatga erişken mayirni Xinjiang tushjamati bilyard klubi şirkati 10 ming yuan qiymatidagi katta buyum bilan taqdirlaydi. 6. derecelik mükafatga erişken mayirni Xinjiang Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarga yaxshi natijalarning yor bo'lishini chempionimizdan umid qilamiz. G'ayrat qilgaysizlar.风送来了春的气息，每一朵花儿都绽放美丽，绽放在你的怀抱里。祖国的大花园，春光旖旎，历史的长河奔腾不息，每一朵浪花都流淌传奇，流淌在你的血脉里。大海的胸怀才无边无际，亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜，美好新时代我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜，亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜。美好新时代，我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜。朝霞染红了你的晨曦，每一缕阳光都洒落回忆，洒落在你的歌声里，幸福的旋律从为你响起，兄弟姐妹把手儿挽起，每一张笑脸都洋溢欢喜，洋溢在你的梦想里，腾飞的翅膀才如此有力。亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜，美好新时代我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜。亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜，美好新时代我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜。亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜，美好新时代我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜。亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜
惜呀可惜，美好现实的我们歌唱你，永远永远都呀可惜呀可惜。 Tantarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Şinjan Tush Jamiyati Bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Muallim, men bu musobaqa tugagandan keyin g'atish qaytmoqchi edim. Uydagi onamga, singlimga bir yaxshiroq sovg'a ilishni o'ylashgan, nima ilishni bilmadim. Biz xonim qizlar yanalam shu go'zallikni bakroq so'yimiz, go'zallikka bakroq intilimiz. Men endi shu dilkor kiyimlarni kiyib, shundoq o'zimni boshqacha go'zallik bo'lib ketgandek his qilaman-chu. Shuning mayli do'stlarim bo'lsin, mayli o'quvchilarim bo'lsin, shu dilkor kiyimlarni ilishni bakroq tavsiya qilaman. Balkim sizning opangizni yaxshi ko'rdi, singlingizmi yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylayman. Dilkor kiyimlardan opasingiz qanday bo'lar? Bo'ladi muallim. Shu kiyimni men tanlab bir opirib baqay. Ekranda ko'rman do'stlar, 6-qaror Oltin Gövher İpek Yılı Sadası programımızın 3. basqıçı, yani imtihanımız davamlaşıyotdi. Talip efendim bilan Ravi efendim o'ziga xos naqshi ijrosi bilan imtihonlarni berib bo'lgan bo'ldi. Talip efendim kök chiroqqa vakillik qildi, ya'ni do'stlarimiz qo'lidagi kök taxtini ko'tarish orqali Talip efendimga bo'lgan tanlashini bildirsa bo'ldi. Ravi efendim bo'lsa qizil chiroq, qizil taxtiga vakillik qildi. Qizil taxtini ko'tarish orqali o'zimizning pozitsiyamizni bildirsak bo'ldi. Endi undaqda ustozlarning tayyorlik qilib bitgan bo'lsa 3 2 1 huzurida sürgen xiyol şunçalik güzel. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek, latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Tush Jamiyati Bilyard klubi faqat tijorat so'rinli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozoda muhit, rahat kayfiyat birlashgan Tush Jamiyati Bilyard klubimiz bilyard qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan Tush Jamiyati Bilyard klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush Jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda Tush Jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatdagi cho'qqilar havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzor kiyimlari Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda ba. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, oxşağan bir tamaq olsa yep kelsek olmamdı. Çoğun ustamның xurishlarını elib, ne deysek oxşaydı emasma? Neydi ba o? Dukka isimlik hemme yedi ba. Çoğun ustam Çoğustamның namı yetti şərşəyə Tamları oxşap ketdi həmiyədə Çoğustamның namı yetti şərşəyə Tamları oxşap ketdi həmiyədə Çoğ ustamның çoğluqı ba. Çoğ ustam tayyar tamaq və tetik qo'llari. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin.
hayatımızga göher sağlamlık mahsulotları hemrah bolsun. Göher. Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundoqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Talip efendimge bir, iki, kök taxt götürülüptü. Ravi efendimge 5 kızıl taxt götürülüptü. Kızgın kutlayımız, mübarek olsun. Bunda keyinki basqışqa tayyorlıqqa qaştırın, ametlik bulun. Naqshi aytish balkim naqmaydan kelgan mayirlarga ta'sir olmasligi mumkin. Biroq bir tarafdan naqsh aytib, bir tarafdan usul harakatlarini ishlash sal texnik qiyinlik darajasi talab qildi deyman. Charchadingiz Aqiljon. Xo'sh oldingizmi bugun? Xo'sh oldim. Bo'ldi. Sizning haqiqiy hozirgi eng chin hissiyotingizni anglashdan ilgari oldin yetakchi ustozingizning baho so'zini anglab baqayli. Muşu Yipak Yo'li sadasi programmasining 6-chi qarori boshlanib, ta hozirgacha men mush Talibjonga o'rilgandan boshlab bizning uyunish o'qitishlarimiz boshlanib ketdi. Talibjonda ilgirlash intayin cho'ng, favqulodda cho'ng. His qilishmi ajoyib cho'ng. Endi naqshini mushu his qilish bilan, tushunish bilan hal qilamiz-ku. Bu Talibjonningki his qilishli yaxshi bo'lib qolmasdan buni icra qilishimi intayin yaxshi. Topshiriqlarni basakli vaqt-vaqtida ishlab kelayotgan. Men endi Talibjondan bek cho'ng umidlarni kutyapman. Mayli usul jihatda bo'lsin, mayli naqsh jihatda bo'lsin, bizning mavu amiyatda usul, naqsha, muzika, san'at hammasi eng oxirgi bo'lganda bir narsani ifodalaydi-ku. Hayotlikdagi bek go'zal narsalarni biz til bilan ifodalashga ojizlik qilgan vaqtimizda usulni badan tilimiz orqali, naqshini ig'iz ovoz tilimiz orqali ifodalaymiz-ku. Abayimiz sahnaga chiqish oldida dedim, mush usul harakatlarini qancha kengri qilsak, shuncha chiroyli bo'lgandek, naqshinimi biz qancha o'zimizni ichib etib, qo'yib etib etsak, shuncha yaxshi bo'ldi. Mushu ilmiylikni men ishini siz keyingi qarorlardimi qatnashsangiz davomli qilib ketalaysiz, ham o'zingizning amaliyatiga aylantira olasiz deb ishini men sizdan bek cho'ng umidim bor. Rahmat ustoz, rahmat. Bo'ldi. Bundaqda Zulfiqar muallim. Talibjon Toyir endi bu bola endi men bek obdan bilamayman-ku bu bolani. Bizning idoraninki nihoyat g'olliq oldidiki usulchilarimizning birisi. Shundami? Asli kasbi usul. Asli kasbi usul. Dash endi usul kasbi bitagan, nihoyat yaxshi bitagan. Bir kechilikni o'zi yolg'iz tatib mang'alaydigan noch usulchidan birisi. Endi bu nima deymiz endi menga naqlam kelib qoldi. Endi shu programmaga qatnashishimni men tavsiya qilgan. Shundami? Shundan qatnashing deb. Endi bundan burun boshqa programmalarda natijalarga erishgan bola shu usuldan. Nima deymiz? Muxtar akamning bir gapi bor-ku. Odam shu hayotlikda shu taqqa chiqayotgandek mağamız deydi. En çok çıkan çağda tik turib olmay, egilibroq tursak, o'zimiz nihoyat shu mustahkam, rahat turmaymiz deb. Shu gap orqali bizning shu Yipak Yo'li sadasi cho'ng oilamizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Bundan keyin ishlaringiz ham yaxshi bo'lsin, kasbiy hayotingiz ham bilan bo'lsin. Rahmat ustoz, rahmat. Amaliyotda Talip efendimninki usul kasbidagi natijalarini Zulfiqar efendimning tushundirish orqali bildik. Ham ekranlardami ilgari ko'p do'stlarimiz ko'rgan bo'lishi mumkin. Hamma kasbda qaltislar qatoridan o'rin olishimizdan hojat yo'q. Biroq hamma kasbni oz-to'liq qila oladiganlar qatoridan sanalsak, balkim bizning hayotimiz rangdorlikqa to'lishi mumkin. Talibjonning naqsh ustida izlanayotganiga uzun bo'lganligini men bilmayman. Shundami? Shundoq bizningki san'at yurtining endi usulchisi emasmi? Biz davomli bir qo'rg'oda ishlaymiz, davomli ko'rib turamiz. Bu inimiz hamda bu garchi menga bevosita aka bu naqsh qanday bo'ladi aqli demagan bilan men mushu Talibjonga o'xshaydigan usulchilarimizdan bir 4-5 bolalar bor san'at yurtida. Usulni yaxshi o'ynab qolmay, bular naqshnimi dahshat yaxshi ko'rdi. Endi to'xtamay izlanadi, muzikani yaxshi ko'rdi. Bir nechta dutta chelib, duttada ustozlarning yaxshi bahosiga erishdi. Usulchi bolalarning ichida. Burun qaradimi usulchi bolalarimiz qatnashgan. Abdulla,
deydigan bolalar. Bizniki Po'latkam, Feratkam lakin naqshini yaxshi aytib chiqqan o'xshash ekanda. Endi nimishqa desa, ilqi birga mayir ko'p qadir bo'lgani usulchi bolalarga yaxshi. Bu naqshni yaxshi aytding demasaqam, yaxshi aytmadi emas, yaxshi aytding. Bu bütün vücudun bilan shu usullaringdan tatib ko'rdik qara. O usul o'ynab turib bundan naqsh aytish degan bizning qo'limizda kelmaydi. Sen qilsa keyin uni. Rahmat. Shuna keyin endi meyada man maktabda birga ko'rishdik emasmi? Endi tatnishmay. Biz bir qo'rada o'g'andiki izlasang biz sen uchun ketmay chopamiz demoqchi bo'man. Rahmat ustoz. Rahmat suyundik. Bir taklifim Talibjonninki jismidagi kuchni ovoziga ancha-muncha tangshab qo'yishini umid qilaman. Endi ikkinchi gap Talibjonga bayamqi yeşil kartadan birini berishga tegishli deb qarayman. Shunglashqa bu inim agar kelar qitim, ya'ni qatnashmoqchi bo'lsa, bizning darvozamiz davomli ochiq. Rahmat muallim. Rahmat sen bo'ldi. Yaxshi so'zlar bo'lindi-ku. Mushuning o'zi 100 numar degan shu-ku. Qani olayli hozirgi hissiyotingizni. Salam ustozlar. Salam barliq ko'rurmanlar, naqshchi do'stlar. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men oldindan mishadagi barliq ustozlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Menga shunday yaxshi baholarni buningdan keyingi shu naqshi kasbidagi buningdan keyingi yo'llarimni menga ko'rsatib bergan ham menga bir fursat bergan ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shuning bilan birga men ustozim Oygul Ma'lumga chin dilimdan rahmat aytaman. Shaxsan menga emas, bizning guruhdagi barliq o'quvchilarga taki shu sistemli holatda nəhayət yaxshi inchkilab taki bizning sahna turish, sahna qiyofatimiz, anadagi mikrofonni qanday tutish, mishtaq kichik nuqtalarni nəhayət yaxshi o'rgatdi. Mushu mezgilda garchi vaqt qisqa bo'lsa-mu, men shaxsan nurg'un bilimlarga erishdim. Men garchi bugun tushib ketgan bo'lsam-mu, men bugun taki boshlanib da hozirgacha nurg'ulg'an bilimlarga erishdim. Haqiqiy sistemli holatda naqshni qanday o'rindashni hammani o'rgandim. Men bundan keyin yana davomli ustozim orqali va Mishad o'ltag'an barliq ustozlar orqali texim yaxshi egallab, texim yaxshi o'rganib, men bir mukammal bir ham usulchi, ham naqshchi bo'lishga tirishaman. Rahmat ustozlar. Rahmat bo'ldi. Texmi katta sahnalarda uchrashishga nasib bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Yazmay uygun gelmez hitinni Münmebul çapmaz itinni Yazmay uygun gelmez hitinni Münmebul bir çapmaz itinni Görsetmeyi koy seve, seve, sebeplerini Men mu sen yaşayalayman Görsetmeyi koy seve, seve, sebeplerini Yaşayalayman
Kilmende bahar mı ketdi Qazan pasli killagi yetdi Kilmende bahar mı ketdi Qazan pasli killagi yetdi Dertlerimni kimler biladi Men mu sensiz yaşayalayman Dertlerimni kimler biladi Men mu sensiz yaşayalayman Köngül birip sendek ben başka Yara oldum mu kuruk saklaşka Köngül birip sendek ben başka Yara oldum mu kuruk saklaşka Sensiz yaşayalayman Kili verse elem bu başka Men mu sensiz yaşayalayman Kili verse elem bu başka Men mu sensiz yaşayalayman Men mu sensiz yaşayalayman Men mu sensiz yaşayalayman Üzüm mü yok, sözün mü yok, kettin yar kaya. Yollarımga delmürdüm bu yürekte hicran. Kaysi gülşen, kaysi bağdin, tapdin pinhanca. Ya kimini çildidim o kökke tulun ay. Hayırlı bol kancanlı gel seni kütermen. Sana bulgan bak süygümni saklap ötermen. Hayırlı bol kancanlı gel seni kütermen. Sana bulgan bak süygümni saklap ötermen.
silip qiynay dedingmi qayerda bol qachonli kel seni kutarman sana bo'lgan bak sevgimni saqlab o'tarman qayerda bol qachonli kel seni kutarman sana bo'lgan bak sevgimni saqlab o'tarman sana bo'lgan bak sevgimni saqlab o'tarman saqlab o'tarman Yuqorida mayırlarımızın Reyhangül bilen Mehmet Yalqın özden çıraylık nakşılarını bu basqıçımızda icra qildi. Qenundaqda bahalıqçı ustazlarımıznınki taxtı kötürüş arqılıq bildirgen pozisiyasını ve kararını körüp aqaydı. Reyhangül xan qızga taxt kötürüşünü xalaydigan dostlarımız kök taxta, Mehmet Yalqın efendimge taxt kötürüşünü xalaydigan dostlarımız qızıl taxt kötürüş arqılıq özünün qayıllıqını ve tallaş pozisiyasını bildirsi buldu. Eğer de bizdeki bahalıqçılarımızdan tayarlıq bitken bolsa, tətür sanaq 3'ten keyin taxtımızı götürpəyən bolsaq. 3, 2, 1. Çıraylık Reyhangül xan qızga 4 taxt götürülüptü. Mehmet Yalqın efendimge 3 taxt götürülüptü. Nəticələrindən sizlərni qutlayımız mübarək olsun. Reyhangül xan qızdan muvaffaqiyətli keyinki basqışqa qadam ağalığını təbriklaş bilan birgə tayarlıqlarınızdan texmi puxta buluşunu ümid qılımız. Ahmet yar olsun. Aram ağaçdırım. Rahmet. Mehmet Yalqın, bu basqışda imtihanı berib bolduq. Sizin bugünkü pozisiyanız qarta Çüşçe mətinin yetəkçi ustazı hörmətli Taş Muhammed Batur əfəndimnin hissiyatını anlap baqaylı. Aldı bilen Mehmet Yalqın özüge bilingen manamış tapşırıqni nait izchillik bilen məşq qilish arqılıq bugün nait yaxşı orundadı. Mehmet Yalqın'nınki bu jarayonlarda köp tirishchanlik ko'rsatganini men bilaman. Endi bugün köp ta'kidlangan gaplarni qilmayman, ama Mehmet Yalqın bugün ustozlarniki hammamizniki guvohligi bilan erishgan nomer bilan sahnamizda vaqt arilib turdi. Bu arilish, yani desem bizniki hamkorligimiz, ustoz shogirdlik huquqliq munosabatimizniki bugunni tortib oyoqlashgandan derak vermaydi, balki bugunni tortib rasmiy boshlanganligidan derak berdi. Men Mehmet Yalqın inimning mush grupam kelib izchil o'zining yaxshi aktivligi bilan boshqa o'quvchilarga ta'sir ko'rsatib bugunga qadar yetib kelganini men yana bir qitim muboraklash bilan birga buningdagi qadamlarda yenida men Mehmet Yalqınning yenida bor deb va'da bermayman. Rahmat muallim, xursand bo'ldim. Xo'sh, undaq bo'lsa, tövəndiki ustozlarimizdan baho so'z beradigan yoki hozir hissiyotni ifodalashni xohlaydigan ustozlar bormi? Agar bo'lmasa, men o'zim chaqirdim. Ayshugul muallim. Yaxshimisiz? Bugün rastlam yaxshi etdiniz. Çünkü sizin uslubunuz, şu ustazınızın uslubu bilen bir yolda şondaq yaxshi, xuddi agar ko'zimni yumib tursam, xuddi Taş Mehmet fikam aytayotgandeklam şondaq hissiyatda bo'ldim. Endi şu koni gap cho'qim bir shallash, bir nima tanlash bo'ladi. Endi bu shallash fursati bu da sizga kelib qopti. Lekin buninglik bilan sizning san'at hayotingiz oxirlashmadi. Chunki o'qiyami bir tatilish sabab yana bir kuch yig'ish uchun. Bir qitim keyniga chekingan o'qiya keyin atqanda yomon etib tashlaydi. Ma o'qish yaxshi bo'ldi. Shunga mag'lubiyatning o'zi keyniga tatilgan o'qiyaga o'xshaydi. Bu noyati kelgusiga uchib chiqish uchun cho'ng bir hozirlik. Shunga sizga kelgusida buningdan yaxshi bir utuqlar tilayman. Rahmat. Xursand bo'ldik. Ayshugul muallim, rahmat sizga. Xo'sh. Oldi bilan mening shu zo'r utuqlar bilan, madadlar bilan hemen shu İpek Yolu Sadası programmasiga yo'lga solgan
anamga, yani shundaqla ayolimga, balarimga, Qashqardagi kasbdoshlarimga chin yuragimdan rahmatimni aytaman. Yana shundaqla mush Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib Toshmamat Batir ustozni ustoz tutib keldim. Meniki izchil menga nihoyat cho'ng bir yordamlarni qilib keldi. Hattoki mayli bayotim Ayshigul ustoz degandek mayli shallanish bo'ladi, tanlanish bo'ladi, mayli qolsanglar shallanib ketinglar yoki tanlanib ketinglar, ya'ni sizlar baribir meniki o'quvchim, o'zimning ini-sing'illarim qanday qiyinchiliklaringlar bo'lib qolsa, bundan keyin biz yana qo'l tutishib birga mangimiz deb shunda yaxshi madadlar bilan bu sendagi bayotim yo'lga salgan necha kun o'zimi shunda ko'p yordamlarni qildi. Biz olamagan puroqlarimizni o'rgatdi. Ustoz garchi og'rib qolgan bo'lsa-mu, og'rib qolganini bizga bildirmagan asosda qiyinchiliklarimizni hal qilib bizga shunda yaxshi bir natijalarni qo'lga keltirish uchun yordamlarni qildi. Yig'ib aytsam, Ayshigul ustoz degandek buninglik bilan to'xtab qolishga bo'lmaydi. Bu menga bir mag'lubiyat emas, balkim keyingi nishonimga bo'lgan ittirish kuchi deb qarayman. Rahmat. Ulunoqda keyingi musobaqamizda texnik bog'dan bo'lishini umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Ipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Ipak yo'li sadasi. Ipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Ipak yo'li sadasi. Xush ovozlar saynasi, Ipak yo'li sadasi.